Buni turlarini qaranglar. Arzon hamda qimmat turlari bor ekan. Yosh taraf akalar arzonga qishki kunida 2 ta 3 ta xonani bir martada isitib yuboraman degan akalarimiz uchun ekonom variantda bor. Bir marta zapravka qilib turib 6-7 soatgacha tegish shart emas ekan. Xudo xolasa, sinchli uylar bo'lsa, utyupliti yaxshi bo'lgan uylar bo'lsa, 6 kilo 7 kilogacha ko'mir solib, bir marta solib ertalabgacha xudo xolasa uyg'onmasdan uyquni yaxshi berib, ertalab turib, bezatadi. xudo xolasa, listida ham farqi bor. Shu qalin listiklari qandaydir miqdorda issiq ushlab turadi. Yaxshi tarafi deb zapravka qilmaysa bir martada ekonom bu sekin yoqib beraveradi. Endi narxiga kelamiz aka. Chiroyli qilib aytib bering. Narxi aka hamyonboplari mana kraska bo'lmagan holati bu 1 300 mingdan yana kelishtirib beramiz xudo xolasa. Bular kraska bo'lgan, listida ham farqi bor. Qalinroq listlar 1 600 mingdan. Ikkalasi ham 4 ga 5 dan 2 ta xonani isitib beradi. Isitib beradi xudo xolasa. Bo'ldi. Mana stresslanganlari bor. Bu ham 1 600 mingliklar. Bular 1 600 minglar. Mana 1 600 ming, 1 700 ming sal boshqacharoq fasonlari mana. Kattaroq kvadrat uylarga mana 2 100 ming. Zo'r. O'choqli varianti qancha? 2 milliondan. 5lik lista bo'lar akalar. Hammasi 5lik lista. Bodomchi akalarga bodomni po'chog'ini ajratib beradigandan ham bor.